Prezident Chirchiq daryosi ustidagi yangi ko'prik hamda metro bekati bilan birlashtirilgan avtoturargoh barpo etish ishlarini ko'zdan kechirdi. Poytaxt va yangi Toshkent o'rtasida transport aloqalarini mustahkamlash, transport oqimini samarali boshqarish hamda aholi uchun qulay harakat muhitini yaratishga qaratilgan mazkur loyihalar shahar infratuzilmasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi ko'prik bir sutkada 40-50 ming avtotransport vositasini o'tkazish quvvatiga ega bo'ladi. Qurilish ishlari joriy yil oxirida boshlangan bo'lib, ayni paytga kelib loyihalarning dastlabki qismi amalga oshirilmoqda. Yangi Toshkentni Toshkent shahri bilan bog'laydigan bo'lajak metro liniyasi esa uzunligi 21 kilometrni tashkil etib, 9 ta zamonaviy bekatni o'z ichiga oladi. U kuniga 230 ming nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Liniya poytaxt metrosining mavjud tarmoqlari bilan to'liq integratsiya qilinadi. Bu esa yo'lovchilar uchun yagona va uzluksiz transport tizimini shakllantiradi. Shuningdek, davlatimiz rahbari bo'lajak liniyaning avtoturargoh bilan integratsiyalashgan bekatlardan birining qurilish jarayoni bilan tanishdi. Ayni paytda hududda yer ishlari va beton qurilish ishlari olib borilmoqda va majmua 2027-yilda foydalanishga topshiriladi.